Uzoq bir qishloq yaqinidagi xaroba bir kulbada 1000 yoshli jin yashardi. Bu yerda jin istiqomat qilishini bir paytlar hamma bilardi. Bu yer xosiyatsiz joy. Bu kulbaga yaqinlashmanglar, deyishardi kattalar. Oradan zamonlar o'tib bu so'zlar unutildi. Kulba o'rnida katta xarsang tosh va do'ppaygan qumtepa qoldi. 1000 yoshli jin shu xarsang tosh ostida yashardi. Kulba oldidagi daraxt kovagida esa ota-bola shaytonlar istiqomat qilishardi. Jin shaytonlarni yoqtirmas, shaytonlar ham kulbaga yaqin kelishmasdi. Jin 1000 yildan buyon ne voqealarga guvoh bo'lgan. Xonliklarni qulashi-yu imperiyalar yuksalishi, odamlarni azob va quvonchlarini ko'rdi. Ammo bu vaqt davomida u hech qachon odamlarga yomonlik qilmadi. Kunlarning birida u qishloq tashqarisidagi dalada kimdir unsiz yig'layotganini eshitib qoldi. Qarasa bir dehqon, oldida sopi singan ketmon, eski poyabzal va kichik bir xaltada ozgina don bilan yig'lab o'tirardi. "Nega yig'layapsan, odamzod?" so'radi jin. Dehqon boshini ko'tarmay javob berdi. "Men bor budimni ekdim, lekin suv yo'q. Irmoqlar qurib qolgan. Yomg'ir yog'ishini kutib o'tiribman. Qurg'oqchilik meni adoyi tamom qildi. Charchadim." 1000 yoshli jin hayotda hali tajribasi kam bo'lgan dehqonning yoniga o'tirdi va "Tamom bo'ldim degin. Tushunaman. Men ham azob nimaligini yaxshi bilaman. Men toju taxt uchun otasini o'ldirganlarni ko'rdim. Urushlarda farzandlaridan ayrilgan onalarning faryodini eshitdim. Bilasanmi, 1000 yildan buyon faqat sen meni hayron qoldirding. Har yili hosil bo'lsa bo'lmasa, yana umid bilan yerga urg'a ekasan. Hech qachon umidingni yo'qotmaysan. Seni umiding meni sehrimdan ham kuchli", dedi jin dehqonga boshdan oyoq razm solib, keyin so'zida davom etdi. "Senga rahmim keldi. Xohlasang seni boy badavlat qilib qo'yaman. Faqat bitta shartim bor. Kambag'allarga yordam berasan." Buni eshitgan dehqon, "Qasam ichaman. Sen nima bersang, muhtojlarga beraman. Ochlarni to'ydiraman. Meni boy qilib qo'y", dedi dehqon. Jin osmonga qarab pufladi. Shu payt sharros yomg'ir yog'a boshladi. Dehqon o'sha yili boyib ketdi. Mo'l-ko'l hosil, ko'm-ko'k dalalar, xizmatkorlar, oltinlar, u bir vaqtlar orzu qilgan barcha narsa paydo bo'ldi. Buni ko'rgan ota-bola shaytonlar endi nima bo'larkin deb daraxt kovagidan boshini chiqarib qarab turishardi. Kuz keldi. Dehqon hosilni yig'ib olgach, va'daga muvofiq kambag'allarga oltin tangalarni tayyorlab tarqatmoqchi bo'ldi. Bundan xabar topgan shaytonvachcha otasini oldiga yugurdi va "Ota, qayerdasiz? Anavi dehqon kambag'allarga yordam bermoqchi." Ota shayton kulib dedi: "Biz tirik ekanmiz, dehqon kambag'allarga emas, o'ziga ham yordam bera olmaydi." Ota shayton shunday dedi-da, bir mo'ysafid qiyofasiga kirib, dehqonni qarshisidan chiqdi. Dehqon unga salom berdi. "Qayoqqa ketyapsan, bolam?" so'radi shayton. "Kambag'allarga oltin ajratib qo'ygandim. Shuni tarqatgani ketyapman", dedi dehqon. "Eh bolama, o'zi endi og'zing oshga yetgan bo'lsa, avval eski uy o'rniga yaxshilab uy solmaysanmi? Yordam berishga ulgurasan", dedi shayton. Boboyning gapidan dehqon o'ylanib qoldi. "To'g'ri-da, avval uyimni to'g'rilay, boshqalarga yordam berishga hali ulguraman." Dehqon dang'illama uy soldi. Keyingi yilgi hosildan nochorlarga pul ajratdi va endi uydan chiqmoqchi edi hamki yana mo'ysafidga duch keldi. "Ha, yo'l bo'lsin bolam. Nochorlarga yordam bermoqchiman." "Eh bolam,
umr qisqa. Avval bolalaringni uyli joyli qil, qizingni chiqar. Yordam berish qochmaydi. Hali ulgurasan. Oradan yillar o'tdi hamki, dehqon jinga bergan va'dasini bajarmadi. Yildan yilga muammolar ko'payib, yordam berish u yoqda tursin. Hatto bir xizmatkorga yaxshi ishlamading, ish haqingdan ushlab qolaman deb bir qop bug'doy xizmat haqini ham bermadi. Bechora xizmatkor yalinib yolvordi. Axiri och nahor bolalari oldiga quruq qo'l bilan qaytdi. Bir kuni kechasi dehqonning oldida jin paydo bo'ldi va "Menga bergan va'dang esingdami?" deb so'radi. Dehqon kulib yubordi. "Hozir zamon boshqa. Endi menga bergan narsangni qaytarib ola olmaysan." Jin indamay ko'zdan g'oyib bo'ldi. O'sha kecha dehqon tush ko'rdi. Tushida o'lim farishtasi Azroil uni oldiga keldi. "Vaqting tugayapti. Foydalanib qol. Mag'firat qilinasan." Ertalab dehqon yana ro'zg'or tashvishlari bilan ko'rgan tushini ham unutdi. Tavba qilmadi. O'sha kun nima bo'ldi-yu, havo aynib, sel quydi. Tog'dan kelgan to'fon dehqonning bor budini o'ziga qo'shib yuvib ketdi. Dehqon ayanchli o'lim topdi. U ko'zini ochganida qop qorong'i joyda edi. Qarshisida azob farishtalarini ko'rdi. Ko'rdi-yu, "Meni qaytaringlar. Menga yana imkoniyat beringlar" deb baqirdi u. Azob farishtasi esa, "Sen katta xato qilding. Boylikni Allohdan so'ramading. Jin shaytonlar bilan do'st bo'lgan odamning oxiri voy bo'ladi" dedi va jahannamga sudrab ketdi. Boylik bu siz qo'lga kiritgan narsalarda emas. Boylik bu hamma narsaga ega bo'lganingizdan keyin o'zingizni boydek tutasizmi yoki nafsi och xasisdek tutasizmi? Boylik mana shunda.